masxara o'simligiga dori sepganimizdan keyin ta'sir qilgan mana. Qotib qolgan hasharotlar. Lekin kechroq sepdi-da, ko'rasizlar mana. Ko'pchilik bilmaydi bu o'simlikni. Masxara u semichkaga o'xshagan oq bo'ladi. Men hozir mana shu yerda rasmini qo'yib ketamiz. Qaranglar, masxara o'simligini plyus tomonlarini aytaman sizlarga. Birinchidan, hop, gektariga 25 kilodan 40 kilogacha keladi. Qancha siyrak eksanglar, shuncha shoxlaydi. Mana bunaqa shoxlaydi. Ko'rasizlar, mana bunaqa shox chiqaradi. Mana 1, 2, 3 shox chiqaradi. Agar qalinroq ekib qo'ysanglar, mana bunaqa bo'ladi-da, shoxlamay qoladi. Mana bunaqa shoxlamaydi. Qancha bu ko'p mana bunaqa shoxlasa, har bitta mana bunaqa gulida hosil yig'adi. Qaranglar, gektariga 25 kilodan 40 kilogacha keladi. Gektardan kam keladi. Bug'doy, arpaligiga nisbatan ancha bug'doy, arpalik 200 kilo, 250 kilo ekilsa, bu shunaqa kam keladi. Keyin qurg'oqchiligi chidamli. Yomg'ir yog'masa ham bitta-ikkita yomg'ir o'zida chiqib keladi-da, hosil beraveradi. Dori unchalik talab qilmaydi. Agar bo'lsa dori sepinglar, bir 100 kilodan sepsa yaxshi. Karbamid o'sha azotli dorilardan 100 kilodan sepsa yaxshi, sepmasa ham o'siradi. Bitta o'sha qurtiga qarshi dori sepasizlar, keyin yana bitta zo'r plyus tomoni mol kirmaydi.